Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gift to Cash kanali. Bugungi videorolikimizda biz sizlar bilan yangi ochilgan o'zbekcha hype proyekt haqida gaplashib o'tamiz. Demak, sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Mana bizning bugungi video obzorimizda Real Invest deb nomlangan yangi o'zbekcha hype proyekt saytga bugun start berildi va sizlarga sirazi video obzor qilib chiqarib bermoqchiman. Demak, saytga kirishimiz bilan bizga registratsiya oynasi ochiladi. Registratsiyadan o'tish uchun birinchi qatorga telefon raqami yozib qoldiramiz. Ikkinchi qatorga profilga kiradigan parol, buni esdan chiqarib qo'yishimiz kerak emas. Uchinchi qatorga tegmaymiz, to'rtinchi qatorga bu yerdagi kodlarni yozishimiz kerak, ya'ni raqamlarni. Undan keyin ro'yxatdan o'tish tugmasini bossak bo'ldi. Hamma yangi ro'yxatdan o'tganlar uchun sayt 15 ming so'm bonus tariqasida beradi. Men hozir o'zim profilimga kirib sayt haqida kengroq tushuncha beraman. Mana saytdan registratsiyadan o'tishimiz bilan xuddi shunaqa oyna ochiladi. Bu yerdan Telegram guruhiga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Har xil promo kodlar beriladi va yangiliklardan xabardor bo'lib turishingiz mumkin. Demak, yangi registratsiyadan o'tganlar uchun 15 ming so'm bonus beradi. Minimalniy depozit 70 ming so'mdan boshlanadi. Hamkorlik dasturi общий 25% bo'ladi. Hammasini hosiliga qadam-qadam ko'rsatib beraman. Demak, OK tugmasini bosamiz. Saytda glavniy oynasi ochiladi. Ko'rib turganingizdek balansimda 120 ming so'm pul bor. Buni video davomida sizlarga yechib ham ko'rsatib beraman. Demak, pastda obuna rejalarini ko'rishingiz mumkin, ya'ni har xil investitsiya bo'limlari bor. Eng arzoni 70 ming so'mdan boshlanadi va kunlik bizga 7777 so'mdan pribel berib boradi. Xuddi shu tariqa qolganlarini ko'rishingiz mumkin. 280 mingligi kuniga 37333 so'mdan beradi. Xuddi shu tariqa o'zingizlar tariflarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Demak, sotib olish uchun sarmoya kiritganimizdan keyin qabul qilish tugmasini bossak bo'ldi, biz sotib olgan bo'lamiz. Demak, bu saytdan pul ishlash interfeysi, ya'ni tushunishi absolyutni oson, xuddi bundan oldingi o'zbekcha hype proyektlarga o'xshaydi. Ya'ni yaqinda Co-Farmni ko'rsatib o'tgandim, bundan ham ko'pchilik yaxshi foyda oldi va xuddi o'shanaqa sayt yangisini sizlarga video obzor qilib chiqaryapman yangi ochilishi bilan. Demak, sarmoya kiritish ko'rsatib o'taman. Hisobni to'ldirish tugmasini ustiga bir marta bosamiz va bu yerdan biz sarmoya kiritish oynasiga o'tishimiz mumkin. Minimalniy 70 ming so'mdan boshlab aytib o'tganimdek sarmoya kiritsak bo'ladi. Demak, bu yerdan pay o'zi turadi. Summani tanladik, xohlasanglar o'zingizlar yozsanglar bo'ladi. Pastda yana ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. 10 daqiqadan keyin bizning pulimiz balansimizga kelib tushadi. Davom etish tugmasini bosamiz, bizga plastik karta beradi. Ya'ni o'zbek plastik kartasini mana bu yerda raqamlarni berib qo'ygan. Nusxa ko'chirish tugmasini bosib, mana shu karta raqamini kopirovat qilib olib, shu karta raqamiga biz pullarni o'tkazib, keyin skrinshot qilib olishimiz kerak. Demak, undan keyin to'lov vaucheringizni yuklash uchun shu yerni bosing tugmasini bosamiz va bizga galereyamiz ochiladi. O'sha galereyadan skrinshotimizni yuklab qo'yishimiz kerak va 10 daqiqada bizning hisobimizga pullar kelib tushadi. Endi men saytga qaytib o'taman. Mana saytga qaytib o'tdik. Xuddi shu tariqa sarmoya kiritsak bo'ladi va undan keyin qabul qilish tugmasini bosib, biz xohlagan tarifimizga investitsiya kiritishimiz mumkin. Demak, keyingi bo'limi kunlik daromad bo'limi. Bu bo'lim orqali biz har kuni 1,5 ming so'mdan bonus olishimiz mumkin. Buning uchun check-in tugmasini bossak bo'ldi. Bizga 1,5 ming so'm balansimizga o'tkazib beradi. Har 24 soatda bu bonusni biz olsak bo'ladi. Ya'ni hammaga tekinga beriladi. Keyingisi mijoz xizmati, ya'ni bu bo'lim orqali biz Telegram adminlari bilan bog'lanishimiz mumkin. Qanaqadir tushunmagan joyimiz yoki muammoyimiz bo'lsa bemalol adminlarga murojaat qilsak bo'ladi. Demak, pastda 5 ta bo'lim bor. Keyingi bo'limi daromad bo'limi. Bu bo'lim orqali biz sotib olgan mahsulotimiz qancha daromad beryapti, shularni ko'rib borishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, men investment 1 ga, ya'ni 70 ming so'mlik tarifiga sarmoya kiritib qo'yganman. Bu orqali kunlik daromad olib borishim mumkin. Общий bu yerda 466 ming so'm daromad beradi deb qo'ygan, lekin sayt shungacha ishlab beradimi yo'qmi hech kim aniq bilmaydi, chunki bu hype proyekt sistemasi. Qancha ko'p odam bu sayt haqida bilib, qancha ko'p odam sarmoya kiritib pul ishlashni boshlasa, shuncha sayt bizga ko'proq ishlab beradi. Agar hech kim bilmay qolib saytga investitsiya kiritilmasa, sayt tezroq yopilib ketaveradi. Hype proyektlarni ishlash prinsipi xuddi shundan iborat. Buni men bundan oldingi videolarimda ham ko'rsatib o'tganman. Ya'ni har bitta tarif bizga 60 kun ishlab beradi. Buni bu yerdan ko'rib borishingiz mumkin. Pastiga hammasini yozib qo'ygan, kunlik soni 60 kun ishlab beradi. Demak, keyingi bo'limi stol bo'limi. Bu bo'lim orqali sizlar pul yechayotganlarni istoriyasini ko'rib borishingiz mumkin. Bu yerda muvaffaqiyatli va nomerlarni oxirini ko'rsatib qo'ygan. Keyingi bo'limi bizda ulashish bo'limi. Bu bo'lim orqali biz bu saytga do'stlarimizni chaqirib yana plyus daromad olsak bo'ladi. 23.11% hamkorlik dasturi bor. Silkamizni bu yerdan kopirovat qilib olishimiz mumkin. Va oxirgi bo'limi mening bo'limi. Bu bo'limdan sizlar o'zingizlarni profilinglarni nastroyka qilsanglar bo'ladi, bonus olishingiz mumkin va parolinglarni o'zgartirsanglar bo'ladi. Vazifalar jamoasi bo'limi orqali yana sizlar vazifalar bajarib bonus olishingiz mumkin. Qanaqadir vazifalarni bu yerda berib qo'ygan, shularni bajarib yana sizlar bonus pullarni olsanglar bo'ladi profilinglarga, keyin bemalol chiqarib olishingiz mumkin. Demak, orqaga qaytamiz. Keyingi bo'limiga o'tishimiz kerak. OK tugmasini bosib, bu yerda keyingisi xazina bo'limi, bu ya'ni promo kod bo'limi. Buni
sizlar Telegram gruppasida olishinglar mumkin. Telegram gruppasida promo kodlar berib boradi. Bu yerda o'tgan odamlarni ko'rib borsanglar bo'ladi. Demak, mening bo'limiga qaytamiz, yana hisob ulashish, mening yozuvlarim, ya'ni istoriyani ko'rib borsangiz bo'ladi. Xuddi shu qolgan bo'limlarni ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Endi pul yechib olish qanaqa bo'ladi? Pulni yechib olish tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Biz birinchi bo'lib o'zimizni bank kartamizni saqlanib qo'yishimiz kerak. Birinchi qatorga bank karta egasini ismini yozamiz, ikkinchi qatorga qaysi bankligini tanlab o'tishimiz kerak va uchinchi qatordan bank kartamizning 16 ta raqamini shu yoqqa yozib qo'yamiz. Mana biz yozib oldik. Endi tasdiqlash tugmasini bossak bo'ldi. Endi xuddi shu saqlanib qolgan bank kartamizga biz muammolasiz pullarni yechib olishimiz mumkin. Yana bir marta pulni yechib olish tugmasini bosamiz, o'sha bizga pul yechish oynasi ochiladi. Bu yerda soat 10 dan kechki 6 gacha biz pul yechishga zaifga qoldirib qo'ysak bo'ladi. Minimal pul yechish 20 ming so'mdan boshlanadi va komissiyasi 15% da tashkil qiladi. Demak, pul uzog'i 1 soatdan 24 soatgacha tushib keladi. Demak, birinchi qatordan biz summani yozamiz. Balansimizda 121.500 so'm bor, hammasini yozamiz va pastdan tasdiqlash tugmasini bosamiz va bu yerdan ha tugmasini bossak bizga chiqish muvaffaqiyatli yakunlandi degan yozuv chiqaradi va bizga yetgan pullar balansimizdan chiqib ketdi. 1 soatdan 24 soatgacha bizning balansimizga pullar kelib tushadi. Demak, pullar kelib tushishi bilan men skrinshotlarini ekranga chiqarib qo'yaman. Ko'rib turganingizdek, sayt yangi yetib o'tgandek bugun start berildi va hozirda to'lov jarayonida. Agar sayt yoqqan bo'lsa, bemalol o'zingizlar ham kirib tanishib chiqsanglar bo'ladi. Ya'ni xuddi bundan oldingi CoFarm saytiga o'xshaydi. Agar undan sizlar pul ishlay olgan bo'lsanglar, bemalol bu saytga ham kirib ishlashinglar mumkin. Bu saytdan ham pul ishlay olasizlar. Demak, sayt silkasi bizning Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimiz silkasini video opsiyasida va zakrepleniy kommentariyada qoldirib qo'yaman. Bemalol o'tib sizlar ham pul ishlashinglar mumkin. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlab borasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.